Quyidagi misolda ishlanish yo'lini bilamidingiz? Men bilmaganimni bilmayman. Keling, birgalikda ko'rib o'tamiz. Savolda aytyapti: Ahmadning choy ichadigan silindrsimon shakldagi chashkasining balandligi 14, diametri esa 7 ga teng degan. Chashkaning ichiga 3 ta tomoni 3 ga teng bo'lgan kub tashlanyapti. Endi savolda aytyaptiki, shu chashkani to'ldirish uchun qancha suv ketadi deb aytgan. Misolga o'tamiz. Balandligini 14, diametri 7 degan bo'lsa, diametri 7 bo'lgandan keyin 7 taqsim 2 bo'ladi radiusimiz. Endi qancha suv ketishini aniqlashimiz uchun silindrning hajmidan 3 ta kubning hajmini ajratishimiz kerak. Demak, birinchi silindrning hajmini topib olamiz. Silindr hajmi teng bo'ladi pi r kvadrat h ga formula bo'yicha. Pi ni joyiga 3 qo'yamiz, chunki misolimiz aytgan pi ni joyiga 3 qo'ying deb. Radius joyidan 7 taqsim 2 ni qo'ysalaring kvadrat 9 taqsim 4 bo'ladi va ko'paytirgan 14. Qisqarsa 2 7 ko'paytirsa 21 ga 129 2 ga bo'lsalaring 514,5 bo'ladi. Endi kubning hajmini topamiz. Kubning hajmini topish formulasi a kubga teng, tomoni 3 bo'lgani uchun 3 ta kubi bo'ladi. Ya'ni 27. 3 ta kub borligi uchun 27 ni 3 ga ko'paytirasizlar 81. Endi silindrning hajmidan kubning hajmini ayirganimiz suvning hajmi kelib chiqadi. Ya'ni 544,5 dan ayiramiz 81 ni. Shundan natijamiz adashmasam 433,5 santimetr kub chiqadi. Endi bilamizki 1 santimetr kubimiz 1 millilitrga teng. Endi santimetr kub joyidan shuni o'chirib millilitr qo'yib ketsalaring bo'ladi. Millilitr qo'yib. Shundan esa javobimiz 433,5 millilitr bo'ladi.